Aptekada nima bo'lsa, o'g'riga qarshi hammasi qilib ko'rganman. Bunaqa ukol borligini ko'payib oldiga kelib bilganman-da. Bitta ukol bilan chiqmay ketdi. Miyamga tepib ketdi. Nima bo'ldi deyurganga, "Voy, sizga nima qildi?" deb hayotdan to'ydirib oldim. Ko'p yillardan beri ugri va akne bilan kurashib kelmoqdaman. Shu paytgacha juda ham ko'p qimmat kosmetikalar ishlatib ko'rganman. Foydasi bo'lmagan va vrach kosmetolog Gulxoy opani oldiga keldim shu masalada. Gulxoy opa ukol qilib berdilar va ertasi kuni uje chiqish to'xtagan. Shu paytgacha ketgan umrimga ham, shuncha qimmat kosmetikaga ketgan pulimga ham achinaman. Ular befoyda. Sizlarga ham maslahat beraman Gulxoy opani oldiga kelishlaringizga. Ukol olganimdan keyin ertasi kundan ugri chiqish to'xtagan, chunki har kuni bittadan ugri chiqib turardi, katta, og'riqli va yiringli. To'xtadi. Har kuni ertalab turib yuzimga qarab shukronalik bo'ladi to'xtaganiga, shu narsadan qutulganimga. Yuzga nima qildi deyishdan juda ham charchaganman. O'zi depressiyada yurgan odamga bu narsa og'ir. Xudoga shukr, mana qutuldim. Ugrilarimdan qolgan dog'lar bor. Endi oqartiruvchi kokteyl olishga yana keldim Gulxoy opaga.